20 tadan ko'p davlat ko'rmoqchiman. Uylanish orzusi. Top universitetda doktoranturani davom ettirish. Orzu ko'p. Ota-onamni umraga jo'natishdi. IELTS 8. 2026-yilda qaysi orzungiz amalga oshishini juda ham muhim ko'rasiz? Top universitetda doktoranturani davom ettirish. Doktorantura. Ota-onamni umraga jo'natishdi. Undagi jo'natish. Ilohim nasib qilsin. Uylanish orzusi. Boshqa orzungiz yo'qmi? Yo'q, nechta boshqa orzularim bo'ldi-da. Amalga oshdi, bitta shu qoldi. Ha, shunisi glavniy bo'lib turibdi-da endi. Xudo xolasa maqsadlarimizga erishib, ota-onamiz faxrlanadigan inson bo'lib yetishimiz. Aynan qaysi maqsadingizga erishish xohlaysiz? Aynan Aytalisizmi, bo'lsa bittasini. IELTS 8. 8. Nega 9 emas? Ko'pchilik 8 deyapti-da. Harakatimizga bog'liq u. Ko'zimiz yetganini nima qilamiz baribir. Nasib sonda. 2026-yilda niyatim bor, shu magistraturani bitirib olsam, keyin chet davlatga shu malaka oshirishga ketishni. 20 tadan ko'p davlat ko'rmoqchiman, xudo xolasa. Aha, nasib sonda. Orzu ko'p. Nima deydi? Bir ikkitasini ayting-chi unda. Faqat yaxshilik bo'lsin hammaga. Hamma insoniyatga yaxshilik bo'lsin. Orzu ko'p, endi uni sanog'i yo'q orzularni. Farzandlarimni faqat baxtini, sog'ligini, opa-ukalarimni, hammani tinchligini. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin tinchligiga. Yana nima? Shundan katta baxt yo'q.